Assalomu alaykum. Bugun sizlarga o'zim eng yaxshi ko'rgan analitika bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Bu analitika meni o'zimni eng kuchli tarafim va ko'p biznesga shu analitika bo'yicha yordam berganman va hozirgi kunda mana shu yo'nalishda ko'p distribyutorlarga yordam berish davomida ketyapman. Bugun analitikadan sizga 3-4 ta terminlarni tushuntirib ko'rsatib bermoqchiman. Siz o'zingizda videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin obuna bo'lib, like bosib, do'stingizga yuborib, keyin kompyuter ochib, analitika qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda biz A to A degan termin ishlatamiz. H to H, ya'ni bu yilni yilga nisbatini solishtirish. Masalan, bizda 2022-yilda deylik biz bitta mahsulotni olamiz. Bu mahsulotimiz masalan Lotte brendini Milkis mahsuloti deylik. Shu mahsulotni biz 2022-yilda sotganmiz 10,000 dona. Bu bo'ladi bizda 500 blok sotganmiz. Tam og'irligi bo'yicha bilmadim 500 kilogramm deylik. Va summada biz deylik $50,000 deb hisoblaylik. Biz 2023-yilda buni sotyapmiz 12,000 dona. Bu 600 ta case. Bu 600 ta kilogramm. Lekin bo'lishi mumkin bu 65,000, chunki narx o'sgan, inflyatsiya, boshqa hisobiga summa biroz ko'proq bo'lishi mumkin. Biz 2024-yilda buni 15,000 ta sotdik. Buni case'da upakovkada, ya'ni biz sotyapmiz 750 ta. 750 kilogramm. Bu bo'lishi mumkin 75,000. Endi biz o'zimizga 2025-yilga reja qo'yishimiz kerak. H to H mana bu yerda kerak bo'ladi. Yildan yilga biz miqdorda necha foizga o'sib boryapmiz? Biz bloklarda necha foizga o'sib boryapmiz? Biz og'irlik bo'yicha necha foizga o'sib boryapmiz? Va biz summada necha foizga o'sib boryapmiz? Mana shuni H to H qilib biz foizini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda agar biz donada oladigan bo'lsak, 2023 ni 2022 ga nisbati bu 120%, ya'ni 20% o'sish turibdi. 2024 ni 2023 ga nisbati 15,000 ni 12,000 ga bo'lsak, 2024-yil 2023-yilga nisbatan 125% o'sish belgiladik. Mana shu sifralardan kelib chiqib analiz qilib biz mana bu yerga qandaydir n summada miqdoran plan qo'yib chiqamiz. Bu yillarni solishtirish bo'yicha analitika. Endi quarter to quarter, ya'ni kvartalni kvartalga nisbati. Birinchi 3 oy yanvar, fevral, mart, ikkinchi 3 oy aprel, may, iyunni solishtirish. Bu yerda ikki xil solishtirish bor. O'sha mana shu aktual yildagi solishtirish bor. Bu yildagi kvartalni bu yildagi kvartalga solishtirish. Ya'ni 2025-yildagi ikkinchi kvartalni birinchi kvartalga bo'lish yoki bu 2025-yildagi ikkinchi kvartalni 2024-yildagi ikkinchi kvartalga nisbati. O'tgan yili yanvar, fevral, mart oyida qancha savdo bo'ldi? Bu yil yanvar, fevral, mart oyida qancha savdo bo'ldi? Mana shu nisbiylik quarter to quarter deydi. Buni biz ko'rishimiz kerak, chunki sezonalniy mahsulot bo'ladigan bo'lsa, bizda agar ichimlik suvi bo'ladigan bo'lsa, biz apreldan boshlab katta sezonga kirib boramiz. Aprel, may, iyun oylarini yanvar, fevral, martga nisbatan solishtirish xato bo'ladi, chunki ni sezon bilan sezon. Shuning uchun biz buni 2024-yil ikkinchi kvartaliga 2025-yil ikkinchi kvartalini solishtirib reja qilishimiz mumkin. Keyingisi bu month to month. Month to month ham xuddi shu sezon, ni sezonni hisobga olgan holda oyni oyga nisbati. Biz fevral oyini mart oyini fevral oyiga nisbatini olishimiz mumkin yoki fevral oyini o'tgan yilgi fevralga solishtirishimiz mumkin. Bu ham sezon yoki o'sishini hisoblaganda mana shu nisbatni olamiz. Ko'pincha distributsiyada qanday bo'ladi? Mana bu yerda oylar bo'lsa, o'sish agar bu suv mahsuloti bo'lsa, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Agar u qishki sezonalniy mahsulot bo'lsa, u mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda oyni oyga nisbatan solishtirilishi faqat rost beradi. Agar bu qishki sezonalniy mahsulot bo'lsa, faqat sifat beradi. Shuni hisobiga biz buni yilni yilga nisbatini olishimiz kerak. Fevral 2025 ni fevral 2024 ga nisbatini olsak
to'g'ri bo'ladi. Week to week analitikada bu nima? Haftani haftaga nisbatini olamiz. Bu ham xuddi shu shaklda o'tgan haftadagi savdoyimiz bu haftada qanchaga o'zgardi? Ya'ni o'zgarish bormi? Savdo yuqoriga yoki quyiga ketyapti. Buni ko'rishimiz kerak va o'tgan oyni ushbu haftasida qanaqa holatda edik? O'tgan yilni ushbu haftasida qanaqa holatda edik? Bir yilda 52 hafta bor bo'lsa, 2024-yil 16-haftani 2025-yil 16-hafta bilan solishtirish ham to'g'ri bo'ladi. Day to day bu ikki xil holatda solishtiramiz. Ya'ni bu oyning 10-sanasi bilan o'tgan oyning 10-sanasini solishtiramiz yoki 10-sana bilan 9-sanani solishtiramiz. Bu ham sezonga va o'zga bayramlarning hisobiga diagramma holatimiz har xil bo'lish ehtimoli bor. Demak, siz bilan bugungi qisqacha analitikani kichkina bir qismi kunni kunga, haftani haftaga, oyni oyga, kvartalni kvartalga, yilni yilga nisbatlardan kelib chiqib biz o'zimizga to'g'ri reja va maqsadlarni aniqlab qo'ya olamiz. Keling, bugun siz videoni ko'rib, like bosib, obuna bo'lganingizdan keyin o'zingizni fevral oyidagi, mart oyidagi savdoyingizni age to age, month to month, day to day, week to week qilib yozib, foizlaringizni izohda qoldiring. Agar kimgadir yordam kerak bo'lsa, murojaat qiling. Bu mavzu sizni biznesingizni rivojlantirishiga kichkinagina hissa qo'shishidan umidvormiz va ushbu video bugun sizga manfaatli bo'ldi deb umid qilamiz. Savdoga baraka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.